Agar banda ya Robbiy men senga tavba qildim desa, Alloh taolo labbayga bandam, tavbangni qabul qildim derkan. Agar banda ruku qilib turib ya Robbiy desa, Robb haligi bandasiga labbayka ya abdi. Sajda qilar ekan banda ya Robbiy desa, Alloh taolo yana bandasiga labbayka bandam derkan. Lekin osiy banda, gunohkor banda ya Robbiy desa, Alloh taolo labbayka thumma labbayka thumma labbayka derkan. 3 marta labbay derkan. Nima uchun desa, ibodatli mo'min musulmon inson qilgan amallariga suyanadi. Hech bo'lmasa namoz o'qiyapman, roza tutyapman, Alloh taoloning amriga itoat qilib qaytargandan qaytyapman-ku degan fikr bo'ladi. Suyanadi amalga. Ibodatli inson ya Robbiy desa bir marta labbay deydi-yu, lekin gunohkor tavba qilayotgan inson ya Robbiy gunohlarimga tavba qildim desa, Alloh taoloning mehri jo'shib ketganidan labbay ey bandam, labbay ey bandam, labbay ey bandam, men seni tavbangni kutyapman deb Alloh taolo bandasiga ro'baro bo'lar ekan.